Assalomu alaykum, Ma'lumot.uz kanalining qadrli obunachilari, chorva qo'y ishqibozlari. Biz bugun Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bog'dod qo'y bozoridan qo'y narxlarini yoritib beramiz. Bugun hafta kuniga payshanba 27-mart 2025-yil. Yana bola qo'ylardan syomkani boshladik. Narxlarni so'rab ketamiz. Telefon raqamlarini ham qo'yib ketamiz iloji boricha. Ma'qul kelganlar bo'lsa, telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Bolasi uni qo'zisi unajin ekan. Unajin so'liq ekan. Adashib ketdim sovda. Yana bolalar nech puldan tog'a? Yana bolalarmi? Ha. 6 milliondan baho aytyapmiz. Bittasi so'liq ekan. Nargisi ham so'liqmi, qo'chqormi? Nargisi qo'chqor. Mana kichkinasi so'liq ekan, 6 million so'm. Nargisi qo'chqor, u ham 6 million so'mdan narx aytilyapti. Nechinchi bolalar endi bular? Ikkinchi bolalar. 4 ishdan ikkinchi bolalar. Sog'lomligi sog'lom, benuqson, ha, xudo xolasa. Benuqson. O'zi inalari egizakchi edi. Inalari bitta qorindan tushgan. Hozir bittadan tug'di endi bu safar. Bu safar bittadan. Ha, 1 yildan damal tug'ar ekanda. 1 yil ikkita tug'sa, 1 yil bitta tug'ar ekan. Xullas ikkalasi egizak bo'lgan ekan. Nomer berasizmi aka? Nomer beraveramiz. Ayting. Bu raqam 141 141 2115. 2115. Savdo juda qattiq bo'lyapti. Savdo juda qattiq bo'lyapti. Mana yana bola qo'ylar. Aka qo'zisi qanaqa ekan buni? O'g'il bola. O'g'il bola. O'g'il bola. Nech pul ekan bu o'g'il bolasi? O'g'il bolasi 2,5 million. 2,5 million. Yana bolasi-chi? Yana bola 5. Yana bola 5. Nechinchi bola? Birinchi bola. Ikkalasiga 5 million so'm narx aytyapti. Buni o'zini 2,5 million so'm narx aytyapti buni akalar. Mana. Janoborlar. Mana. Egizakmi aka, bittadanmi? Egizak ekan. Nechinchi bolalari? Bolalari nima? 3-chi bolalar qo'chqor so'liqda. Qo'chqor so'liq 3-chi bolalar. Nech pul narxi endi? 6,5 boy aytsam 5,5 million derak deyishyapti. 5,5 million so'mga yana bola. Qo'chqor so'liq. Narsa qurib qolmabdi mana, yaxshi, sifati zo'r. Nomer bormi? Borda. Aytingda. 90lik 90lik 850 850 0332. 0332. Bu nima? Qisirmi, bo'g'ozmi? Qisqacha, so'liqcha. So'liqcha. Nech pul mana shu? 2700 mingga bermayapti ekan. 2700 ga berilmayapti mana. Nomerlar qoldirib telefon qilaverasizlar. Mana qo'y bozori ham tugadi akalar, boricha senga qilaveramiz. Bolasi qo'chqoridan. Bolasi katta bo'lib qolgan mana. O'zini ham hozir 3 millionga bermasa kerak mana shu. Yana bola. Tishi nechta ekan? Nechinchi bola? Ikkinchi. Nech pul so'rashdi yana bolani? 6,5. 6,5 ga bermadi. Bolasini o'zini nech pulga berasiz? Bolasini sotamiz. Billa sotasiz. Lekin bolasi dadil ekan akalar. Nomer bormi? Dehqonchilikdan. Xullas 6,5 million so'mga yana bolani bermadi akalar. Men taksida o'tdim. Pularni chiqardim. Bolalar kattasidan mana. Savdo ham bo'lyapti to'g'ri. Bular nima ekan aka? Qo'chqormi, so'liqmi? Qo'chqor so'liqmi? Bolalari. Qo'zilar qanaqa? Qo'chqor so'liq. Nech puldan aytyapsiz? Men aytmayman. Pul aytadi. Bir savolga javob beryapti. Charchamayapsizmi aka? Nech puldan bu yana bolalar? 7,5 million deyapti. Aha. Savdo 7,5 million qildi. 6,5 million qilibdi. Egizak. Egizak. Buni qoranikimi? Ha, ekonikida. Ekonik. Raqamimiz yo'q, telefon nomerimiz yo'q. Aha. Davom etamiz. Mana. Qo'zisi nima ekan aka? Qo'chqor bola. Telefon nomeriga yozib oladi. Bir hafta ko'rarga bizga. Bir hafta ko'rarga. Yana odamlar, mas'ullardanmiz. To'g'ri aytib topamiz. Sotdingizmi aka? Yo'q, endi. Endimi? 8 million qilyapti. Hammasini. Nargis qanaqa? Qo'chqormi? Buniki so'liq, buniki qo'chqor. Qo'chqor so'liq. 8 million so'mga baraka bo'lish arafasida 4 olasiz. 4 million so'mdan. Ana qarang, akalar.
Aka qo'chqormi? So'liq qo'chqor. Egizak. Egizakmi? Ha, uchinchi shu. Qo'chqor so'liq. Ma'lumot uz kanali. 3-chi tug'ishi so'liqqa qo'chqor ekan. Egizak. Nech pul narxi? Puli 8 million. Savdo qilishaveradi. Nomer bering aka. 97lik. 417 417 4706. Telefon qilaverasizlar akalar. Qo'zilardan so'raymiz akalar. Qo'chqormi, so'liqmi? Ikkalasi ham qo'chqor. Necha oylik bo'ldi bular? Bular endi 3 oylik. 3 oylik atrofida. Necha pul so'rayapsiz? Jupiga 6,5 so'rayapti. Jupiga 6,5 million so'm narx aytishyapti. 3 million so'mga bunisini bermadi. Bunisini so'rashdimi? Endi so'rashar ekan. Yomg'irda savdo ham bo'lmadi, odamlar kelmadi-yu. Nomer berasizmi? Yo'q. Nomer shart emas. O'zimizniki bu, men hozircha. Ha, dehqonchilik. Yaxshi, lekin nomer bo'lganda olib ketishardi ishqibozlar aka. Bo'ldi. Aka, qo'zilarni tog'aniki ekan. Sotildi shekilli bular. Tog'a necha pul bo'ldi bular? Necha puldan? 18. Qaysidan chiqadi endi bu? 18. Ma'lumot uz kanalidan chiqadi. YouTube'dan axtarasiz aka. Obunachimisiz? Hashla qilasizlar-da. Yashang. Qo'zilardan ko'rsatamiz yana akalar, mana qo'zilar. Qayerdan olib kelsa aka bu qo'zilarni? Ularni olgan qaydan bilmaymiz aka, biz olganmiz. Ular shu tog'dan tushganda zaxt bo'lsa kerak. Zaxtga bo'lsa kerak. Qo'chqormi hammasi? Qo'chqor. Necha puldan narxlari? Narxi 32 dan deyapmiz. Savdosi necha pul bo'ldi? 28 dan. Uchalasini? 2,8 dan berilmadi akalar. Uchalasi bir joyga mana. Bular ham olgan ekan, tirikchilik. Jizzaxdan bo'lsa kerak deyishyapti. Hammasi yaxshi, xudo xolasa. Nuqsoni yo'q. Nomer bormi? Yo'q, telefon nomeri maqlar. Telefon nomeri yo'q. Bo'ldi. Narxlari akalar 28 dan berilmadi. 32 dan narx aytilyapti shularga. Mana yana qo'zilardan ko'p savdo ham bo'lyapti. Nechta savdo bo'lyapti aka? Bittasi aka. Qaysi biri? Ana shu. Ana shumi? 2 million 900. Sotdim aka, 5 ta shulardan. Hammasi qo'chqormi? Hammasi qo'chqor aka. Hammasi qo'chqor ekan akalar. 3 milliondan sotildi. 2 million 900 savdo bo'lyapti hozir. Mana. Nomer beramiz. Nomer 93lik. 93lik. 046 1331. 50 ta bor aka. Uyda shunaqalardan 50 ta bor ekan. Qo'zi kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Yomg'irda ajoyib layfang ekanlar. O'zlariga sharoitni zo'r qilib olishdi mana. Ana shu bu. Shara berib. Sog'lommi qo'shmish? Bu sariq necha pul? 43 so'rashyapti. 43. Oldi. 4 million shu so'rashyapti. Ikkalasi ham qo'chqor ekan. Mana yana qo'zilar akalar. 36 so'rayapti. Qo'zilar necha pul ekan aka? Qo'zilarga ertalab 2,5 dan qiluvdi. Uchalasi ham qo'chqor. Aha. Hozir 22,5 dan qilyapti. Marg'ilonga bering deyapti. 2 million 350 dan hozir savdo bo'lyapti. Savdo bo'lyapti. Bermayapman. Bermayapsiz. Ertalab 2,5 qilgan qo'y olib sotadigan. Nomer berib qo'yasizmi? Telefon nomerlar 91lik 687 687 75 44. 75 44. 91lik ha. 90lik. 90lik. 292 292 66 91. 66 91. Telefonlar cheklanmagan miqdorda bor, 20-30 tagacha-da. Nari joy 100 ta 200 ta emas. Bo'ldi, aloqaga chiqishaveradi. Shunaqalar ha? 20-30 tagacha bor. 20-30 tagacha bor ekan shunaqa qo'zilardan, qo'chqorlardan aloqaga chiqaverasizlar. Aytilar. Mana qo'chqorlardan so'raylikchi. Akalar charchamayapsizlarmi? Nech puldan qo'chqorlar? Optimiga 3 million 400 mingdan beraveramiz. Optimiga 3 million 400 dan beriladi. Akalarni beramiz. Qo'yda xona ham bor, so'yda xona ham bor. Qo'ygan aytga
Katta qo'ylarimiz ham bor uyda. Telefon qilishaveradi. Mana sariqdan ish so'rashdi aka, savdo bo'ldimi yo bo'lmadimi yomg'irda? Bu bo'lmadi, lekin soat tekshirdilarini. Necha puldan bo'ldi shunaqalar aka? Necha puldan berdingiz? Ikkita boqqani berdi, 7 million 400 ming so'mga berdi. 37 dan. 3,5 dan ham berdi. 3,5 dan. Xullas holatiga qarab turib sotilyapti akalar. Sotilyapti aka, tosh taroziga qarab. Taroziga necha puldan berasiz? Tarozigami? Taroziga 65 mingdan beraman. 65 ming so'mdan taroziga 70 ming qo'yib bergan paytda go'sht 100 gramm nima bo'lyapti aka? Tem barabari bo'ladi-da. Nomerlarni ayting. Kam yuramiz taroziga ham aka biz. Oldi. Telefon nomerlar. 95lik 95lik 083 84 85 raqamlarga telefon qilaverasizlar. Hayitga qo'y so'yamiz desa, nima qilib taroziga qo'yib jo'natib ham beraveramiz. Ha, dastlabki xizmatlari ham bor. Xizmatlari ham bor. Hamma yo'q ichida bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Qo'ylar ham bor. Katta deysizmi, kichkina deysizmi, boqqani deysizmi? Katta qo'y olsa arzonroq tushadi. 100 ming, 110 ming tushadi. Nimaga qaraganda, go'shtga qaraganda yaxshi. Telefon qilaverasizlar akalar. Katta qo'y shu 5-6 million qo'y olsalaring, o'sha go'sht olib, hozir go'sht 140 minggacha-da, to'g'rimi? 110 ming so'mdan tushar ekan endi. Hisobga beryapmiz. Aloqaga chiqaverasizlar akalar, nomerlarni qoldirdik. Qo'yda hamma turidan bor ekan. O'rta aka bozoringiz bersin. Xo'sh. Yaman suzib ketdi. Mana katta qo'chqorlar so'raylik. Aka necha puldan ekan bular? Ular 6 milliondan aka. Aha. Mana 8 qilamiz. Ishlar qanaqa bo'ladi? O'zi. Hali qo'zi qo'chqorlar. Hammasi qo'zi. Bitta mana uni tishi buzildi. Hammasi qo'zi ekan akalar, mana qaranglar. Buni tishi buzildi xolos. Mana. Semiz qo'ylar kerak bo'lsa, nomerlarni qoldirib ketamiz akalar, telefon qilaverasizlar. So'ygani juda paytida mana. Nomerlarni bering aka. 90lik 587 65 61 62. Telefon qilaversa, taroziga ham qo'yib beraverasizmi? Yo'q, tarozi totmaganmiz. Shunday olsalar baraka to'g'radi. Bo'ldi. Shunday oyog'iga gaplashlar ekan, taroziga berishmas ekan. Mana akalar, Bog'dod chorva bozorini shu yerda o'z nihoyasiga yetkazamiz. Bozor tugadi. Like, kommentariya. Kanalda mehmon bo'lib kuzatayotganlar bo'lsa, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa har chorva bozorlarida chiqarishga harakat qilamiz. Ko'pchilik akalar bir 80% odam obunani bosmasdan kuzatyapti ekan bizni kanalni. Iltimos, obuna bo'lishlardan hech nima talab qilmaydi. Shunchaki obuna yoki podpis knopkasini bitta bosib qo'yasiz, qo'ng'iroqchani bitta bosib qo'ysangiz, biz kirgizib borayotgan videolar sizlarga SMS tarzida yetib borib turadi. Videolarimizni o'tkazmasdan kuzatib borasizlar akalar.